Barchaga assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Vladcraft. Minecraft qotmadimi? Aytgandek, kanalimga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchasi ham esdan chiqmasin. Va ko'rayotgan videoga like bosishni unutmanglar. Bugungi videoda eslatib o'taman. Bugun biz Skyblockda yashab qolishimiz kerak. Maqsadimiz esa hozir aytib o'taman. Xullas, o'yinning oxirida bitta sunduq bor. O'shaga erishishimiz kerak. Mana bitta narsalarni olsak bo'ladi. Mana sunduqda narsalar bor. Shuning uchun Minecraft qotdi. Buning uchun bizga 200 ta olmos kerak. Xullas, o'yinni boshlaymiz. Men bitta nimalar olishim kerak. 20 diamond. Xo'sh. Menga beradi hali. Faqat qarzga olyapmanmi? Mayli. Ozgina aslahalarni olib olamiz. Etra ham bor ekan. Ye? Nezri chest plate. Mayli, endi esa ularni maydalab olamiz. 20 ta deganmidi? Xo'sh. 5 ta. Mayli, o'yinni boshlaymiz endi. Men yana bir nimalar ko'ryapman. Menga bittasi ham yetib qoladi. Bo'ldi. Yana menga kirka ham kerak bo'ladi. Tayyor, yana temirlar ham kerak edi. Yana nimalar? Yo'q. Ovqatlar bormi deb yerda? Yo'q, ko'rmayapman. Yana bir nimalar? Totem ham bor ekan. Totemni ham olamiz endi qo'lga. Tayyor. Endi esa olg'a. Mana bitta oltin olma ham bor edi. Oltin olmadan ozgina olishimiz kerak. Bo'ldi, tayyor, ketdik. Olg'a. Hozircha temir buyumlardan ishlatib turamiz. Xullas, o'yinni boshlaymiz. Xo'sh, nimalar bor? Va suv. Nimalar ko'ryapman? Afsus, topor yo'q-da. Mayli, bo'lib olishimiz kerak. O'zimning yekishning maqsadi nima ekan bilmadim. Maqsadni shunga erishishimiz kerak. 200 tamidi? Mayli. Xo'sh. Uchib o'tishim kerak shekilli. Mayli. Bu yerda nimalar bor ekan? Bir nazar tashlab ko'raylikchi. Hech nima ham ko'rmayapman. Faqat chaylama yana bir nimalar ko'ryapman. Bitta sariq bloklar. Mayli. Ketdik unda. Yo'q! Men narsalarim bor. Mayli. Nima bo'ldi o'zi? Nimalar bor bu yerda? Olov. Tosh. Qilich. Qalqon. Bular olov ham bo'ladimi?
Mana shunga. Olov, portal. Bu maqsadi o'zi Ender Dragonni o'ldirishmi? Bu o'yinda faqat maqsad Ender Dragon ekan, lekin men Ender Dragonni o'ldirib, boshqalarni ham o'ldirgim kelib qoldi. Shuning uchun 3 tasini o'ldirishga qaror qildim. Maqsad juda oson qoldi. Tepaga qanday qilib chiqishni bilmayapman-ku, mayli. Elektronik kiyib olamiz. One eternity later. Aniqlik shuncha kuchli. Endi Dragonni bitta so'rida bo'laman shekilli. Men nima qilaman? Bitta udardan account bo'ldi. Vardenni ham o'ltiraman shekilli. Hop, bizda qalqon bor edi shekilli. Qalqon bor. Qalqon olamiz, tayyor. Nima bu? Tayyor. Endi esa Vardenni shug'ullanamiz. Xo'sh, yana nima balolar olish kerak edi? Ender A few moments later. tayyor. Endi esa Varden bilan jang qilamiz. Qishloqda undan qochib qolish kerak. Bitta zamon yo'ydim. Давай, давай, давай. Hattoki kuch ham yetmadi bola paqirni. Tayyor, endi esa vizor bilan shug'ullanamiz. Xo'sh. Yaramas, bu tomonniki. Afsus, o'q yo'q. Trisubits bor menda. Qayoqqa ketding, yaramas. Unga ta'sir qilmadi. Kamon bor, o'q yo'qda, chatoq. Mayli, bir yerda himoyalanib olishimiz kerak. Bunda hattoki o'q ham yo'q. Kirka, tezroq kirka kerak. Bu uron qancha? Uron. Tayyor. Endi esa vizorni yo'q qilamiz, Qanasan vizor? Ko'rmayapman u. Qo'yaqamni ekansan-ku. Qani? Yo'q bo'lib ketdi-yu. Yo'q bo'lib ketdi yana. Mayli. Olg'a! 3 ta bossni yo'q qildi. Xulasizlar, men bu challenge-ni yutdim. Faqat maqsadni bilmadim. Nima qilishni bilmadim-da. Lekin men Ender Dragonni o'ldirgim ham kelmagandi. Shuning uchun maqsadni
3 ta bossni yo'q qildik. Endi esa men Minecraft qiroliman. Ender Dragon, Wither va Wardenlarni yo'q qildik. Hattoki ular bilan ikkita jang qildik. Ender Dragon bittada faqat spawn qilishi mumkin edi. Aytgandek. Azizlar, agar sizga bu modlar kerak bo'lsa, hammasi Telegram kanalida. Telegram kanaliga silkani video ostida qoldiraman. O'tib, obuna bo'lib qo'yinglar. Menga tomosha uchun addushir rahmat. Hammaga xayr. Obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos. Maqsadim endi qish oxirigacha 500 ta bo'lmak.